Demak, bugun siz bilan bachadon gipoplaziyasi haqida gaplashamiz. Bachadon gipoplaziyasi bu machadon, ya'ni matkani razmerlarini normaga nisbatan kichkina bo'lishi. Buni o'zini ham 3 ta darajasi farqlanadi. Birinchi darajasida bu eng og'ir daraja hisoblanadi. Bachadon umuman rivojlanmagan, o'lchamlari 3 sm gacha bo'ladi. Bu og'ir holat bo'lib, bunda homiladorlik kuzatilishi mumkin emas. Ikkinchi darajasi bachadon o'lchamlari 3 sm dan 5 sm gacha bo'ladi, lekin sheykasiga nisbatan tana qismi kam rivojlangan bo'ladi. To'g'ri davolecheniyadan keyin bu holatda homiladorlik kuzatilishi mumkin, lekin bola tushish xavfi yuqori bo'ladi. Uchinchi darajasi bunda bachadon o'lchamlari 5 sm dan 7 sm gacha bo'lib, bu gipoplaziyani yengil darajasi hisoblanadi va davo muolajalaridan keyin homiladorlik kuzatiladi.